Selam dostlar. Sizler bilan men o'zim kameraman o'ynagan Minecraft o'ynaymiz. Oldin yaxshini ko'rgan bo'lsangiz maktab. Vallahi ben sen video oyuncu dayakan top oldum. Neyse dayakan oldu. Bolda bu. Ben. Arkadaşlar skin yo'qdan ham niqob olib tashlasak zo'r bo'ladi. Deyapti zo'r turibdi. Mana skinimga necha baho berasizlar? Ha, Teknoblade o'rgan, lekin bu skin zo'r-ku. Teknoblade ismlari Glow'lar. Teknoblade hali o'lmagan degan mana. Biz yana random bitta druzani qo'shdik biz o'zimizga. O, druziga qo'shamiz random. Nimazda so'rayman. Okey. Ha, biz cho'tga ishlayapti. Boshqalarda necha dedilar. Teknoblade to'xtaversak-ku. Yana bo'laman yog'ochlarni saqlab qo'yasizlar mana bularni. Ularni pechda yog' yondirsa bo'ladi. Ya xolos. Faktlar ham bor. Bu nechalar ketdi? Sen emas molga. Shu! Ha, dragon kanola ne hozir? Lava ekan. Cheksiz tosh. Keyin Skyblock ham o'ynaymiz hali toshdan cheksiz. Nima gapi? Kulish kerak. Bak endi. Rashidda nima bor deb o'ylaysan? Nimaga bekitib qo'yganman? Aman. Yo'q qol. Qo'g'ir olishga ulgurdim. Yetmay qoldi daraxt. Muammo emas. Men o'zimga nasl yasamoqchi edim. Temir olmoqchi edim. Temir yig'am. Versak bo'lashdi, borib qo'ygandim. Ne qo'yamiz, birimga olib qo'yamiz. Ha, buz taşı. Ha, kerak bo'ladi. Ha, kerak bo'ladi. Asror degan yo'q ekan, nima bo'lsa qiziq ketadi. Men zo'r uyda turganini bilaman. Ustan. Naqang zo'r uy. Sen bekit konda temir yig'ib qo'yguningcha men bemalol quraman. Men seni ko'ryapman. Chatga hadi yozish o'ynasam bo'lmasa bo'lmaydi. Yozguningcha 82.556. Bersak qo'ydim. Shuni versagimiz bor. Bittasi menga quvvat deysan. Hozirlar. Do'stlar, ma'lum bir sabablarga ko'ra Kamron ketib qoldi. Hozir 5-10 minutda keladi. Ungacha xayr. Kamron kelmadi-yu, lekin men o'zimga uy quryapman. Mana o'sha men mana birinchi yo'q qilib tashlaymiz-da. Mana shu uy qurmoqchiman. Nima deysizlar, bolalar? Yo'q qilmasal deb Mametga o'rayamiz. Bo'ladimi? Kamron bilan narsamiz bitta joyda-da, shuning uchun bemalol eshittiladi. Xavotir olmanglar. Sizlarga kreativdan eshitmoq olaman, chunki bu joyda Kamron ochgan. Yonaringni. Yo'q.
asosimizni o'rab tashlashimiz kerak. Crafting table, Pebble asabini o'rab qo'yaman. Tong otguncha men o'zim uyimni qurib turaman. Sizlar ko'rib turasizlar. Endi menga yopishadi bular. Bola kamlar xavfsizlikda men uyimizni quryapman. Mana endi tosh kovlayapman. Kovladim yetadi, daraxt ham kovladim, hozir daraxt kovlayapman. Endi sal kattalashtiramiz. Shunaqa uy quryapman hozir. Bu uyda aniq ko'rgansizlar, qayerdadir ko'rgansizlar lekin. Minecraftga qiziqsanglar bu uyni ko'rgan bo'lasizlar. Kamron ayasi ish buyurib qoldi, keyin u bitta joyga ketdi. Men esa mana uy qurib turibman. Kamron videoni o'chirib qo'y debgani, lekin men o'chirmadim. Siz chunki zerikib qolasizlar. Yaxshimi sizlarga bolalar? Hozir bolalar ertalab bo'ldi ana. Hamma yonyapti, ertalab bo'ldi. Kamon kelguncha uy quryapman men. Mamadan ham kattalashdi. Sizlar nechinchi versiya o'ynashinglarni ham aytib yozib ketinglar. Kamron kelgandan keyin videoni davom ettiraman.